Boringizga havola etamiz. O'zbekiston darvozada 12-raqamda Abduvohid Ne'matov, markaziy himoyachilar eng markaziysi bu sxemada. Umarbek Eshmurodov, Cannavaro o'zining yangi o'sha transformer taktikasini namoyish etmoqda. Bizning to'p Hamrali 3ta himoyachi bundan to'pni olib qo'yishardi. Mana bu yerda foul yo'q deb hisobladi hakam. Urugvayda hujum qilish imkoniyati paydo bo'lyapti va darvozamiz tomon zarba. Yaxshi tarkibni tanishtirishga berishmayapti jamoalar. Lekin mana bu klubi vakili 3-chi Niklas Marichal pozitsiya topib berdi unga Fabio Cannavaro. Chapda esa Hojimat Erkinov raqami 20. Eldor Shomurodov jamoa sardori, milliy terma jamoasi. Terma jamoasi tarkibiga to'xtalishimiz mumkin bo'ladi. Jarima maydonchasi tomon uzatma amalga oshirildi. Oldida bosim o'tkazishga harakat qilmoqda va hozir hushtak chalindi. Demak, futbolni rivojlanayotgan mamlakat sifatida e'tirof etilgan. Va o'yinning oldingi matbuot anjumanida ham Marcelo Saracchi Dominikan Respublikasiga Braga, Portugaliya, hozir esa Urugvay hujum tashkil etyapti. O'yin qanot orqali rivojlanadi. Hujum biroz orqaroqqa kelsa ma'lumotga ega. Chunki hujum uchrashuvdan oldin boshlangan o'sha stadion masalasi. Shomurodov, Hojimat Erkinov va Cannavaro to'p nazoratiga intiladi. To'qnashuv bo'ldi mana bu yer. Nevakka deyildimi? Shu yerda o'ynaymiz deb turib oldi. Juda yaxshi ish qildi. Aziz tabloda ko'rinib tursa ham 1-0 hisobida oldinda borayotgan bo'lardi. Foyda bilan o'tkazish uchun yoki rotatsiya qiladi yoki bo'lmasa rasmiy o'yin tempida o'tkazish. Mana bugun, ya'ni bu yig'inda rotatsiya qilyapti. Plus mana bu rotatsiyada shunli holatda hal qilinmaydi, diplomatik muzokaralar olib boriladi. Faqat shunga chiroyli qilib yo'q deyiladi. Tamom, deyman deb. Endi to'g'ri, Urugvaydagi raqib bilan bunga erishish oson bo'lmaydi. Ayniqsa Bielsa shu falsafani o'zi ilgari suradi. O'zining tuzatishlarini kirityapti. Har bir murabbiyning uslubi bo'ladi. Hozirdan bu yig'indan va hozircha 10 daqiqa ortda qoldi. Yomon taassurot qoldirmayapti futbolchilarimiz. Hozir Eldor Shomurodovda yaxshi imkoniyatga kelishi mumkin. Tayyorlab qo'ygan uy vazifasi bo'lgan hujum orqali gol urdi deb hozir ham shu narsani yigitlar amalga oshirishga urinib ko'rishdi. Mana shu oldingi chiziqda uzatma. Urugvayda yaxshi vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Yaxshi. Alijonov zo'r o'ynadi. To'rt o'yinda esa faqat g'alaba qozonyapti. Hozir esa Urugvay hujum tashkil etyapti. Bo'lishimiz kerak. Ichkariga uzatma amalga oshirildi. Yaxshi. To'p biroz uzoqlashdi, lekin to'laligicha hali xavf bartaraf etilgani yo'q. Yopish kerak va hujumni taxminan bir xil yo'nalishda tashkil etildi. Qanotdan uzatmalar. Mana bu ham aslida Urugvay to'pni yo'qotdi. Bizning futbolchilar qabul qilib olishdi. Alijonov fint ishlatishga harakat qilib ko'rdi. Yana shu narsani shaxsan men sezdimki, o'sha Cannavaro ko'paytirdi. Himoyachilar darhol keyin tuzalib yo'l-yo'riga mana shu terma jamoada ham ancha jismonan tiklanib oldi. Pas uzoqlashtirdi, lekin to'laligicha emas. Ehtiyot bo'lish kerak. Sirtdan ko'ra dim 70 dan ortiq foiz namlik. Shomurodov Eldor Shomurodov bosim o'tkazishga harakat qildi. Shoma qochdimi? Qochdi. Ozgina to'pni to'xtatish xatoga yo'l qo'ydi. O'tkazdi Paragvay, Boliviya kabi jamoalarga yutqazib qo'ydi. Hozir Urugvayda imkoniyat, zarba yo'llandi. Muddat bu. Akmal Mazgavoy uzatma amalga oshirildi. Bu yerda Otabek Shukurov bor edi, lekin to'pga yetolmadi. Va bu yerda Hojimat Erkinov qochishga imkoniyati bor. Darvozabon birinchi bo'lib chiqib kelyapti bu to'pga. Urugvayning xavfli hujumi bo'lishi mumkin edi. Yaxshi. Chiroyli fint ishlatdi, yaxshi pas berdi. Kombinatsiyaning davomi ham bor. Norchayev o'tdi. Darvoza bo'sh. Va gol! Gol! Va nihoyat yo'q afsof menimcha Norchayev bu yerda raqib yordamida aldab o'tdi darvozabonni. Taymning yarmidan o'tdik. Urugvayda navbatdagi hujum Nasrullayev yo'nalishni yopish kerak va yana bitta hujum, yana qanotdan uzatma, yana shu kombinatsiyani urugvayliklar amalga oshirishdi. Urilyapti. Tanlov bor, zaxirada tanlov bor. Botir Aliyev Yashev kurash olib bordi. Hamraliyev yordamga yetib keldi. Yana hech kim yo'q. Mana shu joyda Hamraliyev chiqib kelyapti. Yaxshi uzatma. Biroz to'p. G'aniyev kutyapti qanot ochilishini. Nasrullayev ochilib turgandi. Hozir Nasrullayevga imkoniyat. Tushunarli berdi, nima qilmoqchi bu. Asta-sekinlik bilan hujumlarimiz soni ham ortib boryapti. Xavflilashib ham boryapti. Yulduzli futbolchilardan iborat tanlov bor hujumda. Hattoki mana bir nechta liderlar jarohat olgan bo'lsa aytgan so'zlarini amalda tasdiqlayapti. Yana bitta hujumga urinish.
Bu yerda Mazgavoy qo'shildi jarayonga. Chapga uzatib berdi Sanabriya. Qabul qildi, to'xtatdi, fint ishlata olmadi chunki bu yerda Azizjon G'aniyev. Urugvayda imkon kelishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Markaz sari uzatma, xavfli vaziyat. Juda ham erkin harakat qilishdi. Mana o'sha pas, mana hech kim qaytarmadi to'pni va u yog'iga keyin yumshoqqina uzatmadan so'ng tayyor markaz uchun jang, maydon markazini egallagan o'yinni boshqaradi degan edi bir aniqlik bor emas edi. Hozir esa Hojimat Erkinov to'pni egallab olyapti. Erkinov unga qarshi 4 nafar futbolchi. Erkinov o'tdi, uzatma va to'pni bermasligimiz zarur. Zarba, chiziqcha uzatma. Qarshi hujum qabul qilyapmiz. Qarshi hujum qabul qilyapmiz. Gol qabul qilmasak bo'ldi. Yaxshi. Yana Jahon darajasi pauzani ushlaganini qarang. Kevin Yohan kuchaytirdi hujumni Urugvay. Oxirgi daqiqalarimiz biroz xavotirli o'tyapti. Qani himoyachilar birinchi to'p. Eng muhimi hozir Urugvayning qarshi hujumini to'xtatish. Bitta pas bilan maydon markazini kesib o'tishyapti raqiblarimiz. Mana endi chap qanotdan uzatma ichkariga va yaxshi. Erkinov. Hojimat Erkinov to'p qoldi. Biroz aldashga kirishdi shu yerda ham. Lekin himoyada iloji boricha kamroq aldash kerak. Ammo baribir Erkinov raqiblarni xato qildi. Hisob hozircha 1-0. Va Urugvayning navbatdagi hujumi ehtiyot bo'lish kerak, imkoniyat bermaslik zarur. Zarba! Qo'shdi plus zaxiradan tushgan futbolchi ish berdi mana. Kurash boy berildi va zona ochildi. Zarba asosan o'sha Hojimat Erkinovning faolligi, Eldor Shomurodov pressing qilishi natijasida yuzaga kelgan hujumlarni eslab o'tishimiz mumkin. Standartlardan esa yetmay qoldi. Hojiakbar Alijonov Hojimat Erkinovning uzatmasidan so'ng to'pga yana Eldor pressing ostida qoldi. Unga qarshi qoida buzildi. Yana o'sha kayfiyat Muhammad Izzo Fikri Kamaro'zaman, boshqa kam unga qanotlarda Muhammad Farhan hamda Muhammad Saharuddin Ishaqlar. Alijonov, Trivella yana bir bor. Eldor Shomurodov qochib ketishi mumkin. To'pni to'xtatib oladimi va unga qarshi qo'yishdatilmadi. Jiyanov maydonga tushdi. Kimning o'rniga? Mana Otabek Shukurov va Sherzod Nasrullayevlar zaxiraga olingan. Ruslanbek Jiyanov va Azizbek Turg'unboyevlar o'yinga qo'shildi. Eldor Shomurodov hujumda. Yaxshi uzatma, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yaxshi o'ynay oladi. Parij Olimpiadasida ham mana shu jihati alohida e'tirof etilgan. Yaxshi hujum, lekin noaniq uzatma. Eldor Shomurodov Hojimat Erkinov to'pni yetkazib berdi. Urugvayda chap qanotga to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat yaxshi. Ofsayd bor edi. Roqda bu yerda Ruslanbek Jiyanovning uzatmasi va penaltining boshlanishi. Eldor Shomurodov pas Akmal Mazgavoy tepish ham mumkin. Tepdi-yu, unchalik kuchli chiqmadi. Zarbasi himoyachi to'pni qaytardi. Alijonov yopish kerak zonani. Yana o'tib ketyapti urugvayliklar. Ichkariga uzatma Eshmurodov yaxshi. Hojiakbar Alijonboyev ichkariga uzatma, xavfli vaziyat. Darvozabon to'pni bu vaziyatda Turg'unboyev esa yaxshi o'ynadi. Xuddi boyan Nasrullayev uzatgani Shomurodov bilan o'ynadi. Eldor markazga Hojimat Erkinov zarba yo'lladi. Ofsayd. Futbolchilarimizni yaqinlashtirmayapti, tanasi bilan to'sib. Yani Janubiy Amerikada, hatto Braziliyadan ko'proq Copa Amerika sovrinini qo'lga kiritgan. Yo'q, shuning uchun ishonch bilan ayta olmaymiz. Bu esa hujum tashkil etmoqda. Yana o'sha qanotdan uzatma va yana bizning darvozamiz oldida gol yozib uzoqqa otishga to'g'ri kelmadi. Hujum bizdan. Yaxshi o'ylagandi Jiyanov, lekin degan narsa kuzatilmadi. Urugvayda imkoniyat, jarima chast tomon to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat, zarba yaxshi, ham noaniq. Yaqin masofadan o'tdi, darvoza bo'sh. 1-2 gol. Darvoza qayd etilmaydi. Mabodoga o'sha birinchi Shomurodov uzatma amalga oshirgan paytda urinishimiz kerak. Hojiakbar Alijonovdan Trivella pas. Shomurodov kurashda yutib chiqdi. O'ng qanotda Azizjon G'aniyev ochilyapti. Bu tomonda Erkin va mana bu yerda Nasrullayevga Shukurov to'pni aniq yetkazib berdi. Nasrullayev esa yuqoridan Eldor zarba. Darvozabon to'pni to'g'ri. Hozir kundagi Eldor
Turkiya chempionatida, lekin mana shu joyda Italiyadagi faoliyat to'xtataylik shu yerning o'zida mayli sal yelka bilan ana Buyurtma. Miraliyev yuqoridan pas hammadan o'tyapti. Sergeyevdan ofsayd bor ekan. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie spotkanie Urugwaj z Wyspy Zielonego Przylądka. W pierwszej połowie to jest zaskoczenie, ponieważ w 23 minucie gola strzelił Lemini na 1-0 na Wyspy Przylądka. Jak wiemy, mają bardzo dobry zespół, choć mają bardzo mało ludzi, mało mieszkańców. Zremisowali z potężną Hiszpanią w pierwszym meczu, a dzisiaj udało im się zremisować z Urugwajem. Nie jest to łatwe zadanie i o tym przekonały się dwie topowe drużyny. I Zielony Przylądek zostaje niepokonany w tych dwóch meczach. W pierwszej połowie na 1-0 strzelił Zielony Przylądek, później druga odpowiedź tuż parę minut po golu na 0-1 dla Przylądka. Urugwaj strzelił gola wyrównującego na 1-1. Jednak później w szybkim tempie strzelili gola dającego im prowadzenie na 2-1 tuż przed przerwą, przed końcem pierwszej połowy. Na drugą połowę Zielony Przylądek wychodził przegrywając 2-1 z Urugwajem, jednak udało im się wyrównać na 2-2 i tak właśnie zakończyło się spotkanie. Posiadanie piłki 37% Przylądek, Urugwaj 63% posiadania piłki, strzały na bramkę Urugwaj 8, Zielony Przylądek 3, z tego 2 trafienia. Jeśli chodzi o najlepszego piłkarza na boisku, wydaje mi się, że to był Valverde. Dobrze grał w defensywie, dobrze bronił. Jednak Urugwaj również remisuje, tak samo jak Hiszpania z Zielonym Przylądkiem. Tym razem nie 0-0, tylko 2-2, więc Zielony Przylądek aż 2 razy pokonał obronę Urugwaju. Jeśli chodzi o widowisko, na stadionie kibiców było sporo. Pewnie większość kibicowała drużynie Zielonego Przylądka, ponieważ kibice lubią zaskoczenia. Jeśli miałbym ocenić to spotkanie, dałbym je 8/10, ponieważ było aż 4 gole. Mecz był ciekawy aż do samego końca. Urugwaj próbował, jednak Zielony Przylądek bronił się, ale też stwarzał sytuacje, które mogły dać im prowadzenie.